Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Hürmetli qarindaşlar, bugün sözlemekçi bolğanımız roza namlıq dərslikimizin 7-ci dərsi bolğan roza tutmaslıq ruxsat qılınğan kişiler. Yoki yeni bir xil hesab roza tutmaslıq üçün qubul qılınadigan şer'i özriler namlıq dərslikimizde başlayımız. Qadirli qarindaşlar, Allah subhanahu ve taala ve taqaddas bu haqda ulug' muqaddas Qur'oni Karimda deganki: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ayyamen ma'dudat." Bu Ramazan sanaqlıq günlər, bək az günlər. "Femen kana minkum maridan ev ala seferin fe'iddetun min ayyamin ukhar." Kim ki sizlardan muşu Ramazan kirgende kesel bulup kalsa yoki sefer üstüde bulup kalsa fe'iddetun yani şeyde bir mahsubat var, yani şunda bulup kalıp fe'aftar deyin gibi, yani ruzu tutmasa, ruzu tutamaya kalsa fe'iddetun min ayyamin ukhar, yani başka küllerden şu kaç gün tutamaya kalmasa şunç günge orada ruzu tutması buludu. Ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'amu miskin. Emdi bu ruzuğa takat keltiremeydik Allah'ım. İşte yutiqu diyen ataqa yutiqu diyen bu bab, yani belçada selip üçün geledi. Yani la yutiqunahu diyen mani geledi belçada. Yani ruzu tutuşqa takat keltiremeydik Allah diyen bu tucadı manisi. Ya ki bu şu üzdeki esli babı vücub olsa, yani roza tutuşqa qattiq haddidan ziyade tasdikda chiday oladi Allah. Bek tasdikda chiday oladi Allah degan bu ma'nosi. Yani demek bular bo'lsa Şeyh Fani, yani 50 yaşdan eşip ketgan qari buvay, qari mumayla 50 yaşdan yuqori qancha yosh bo'lsa, yani roza tutsa madar yo'q. Acizlab ketib, faqat acizlab ketib roza tutquchilar madar qolmagan 90 yosh, 80 yosh, 60 yaş, 70 yaş degandek. En töveni 50 yaş. Muşu bundaq buvay mumayla demek cemliyedi. Bolsa bununki bular nima ish qiluvdi desa, fidyatun ta'amu miskin bula. Her günning ro'zasiga bir miskinga tamoq berildi. Her günning ro'zasiga bir miskinga tamoq berildi. Femen tatawwa fa huwa khayrul. Endi muşu bir miskinga tamoq bitgan onu 2 miskinga bevassa, bir sa buğday bitgan onu 2 sa buğday bir vassa, bir sa xurma bitgan onu 2 sa xurma bir vassa, bu texmi yaxshi deydi Allah. Jiq bagini yaxshi buni fidyani. Ve en tasumu khayrul lakum. Endi mushu kesellab qalsanglarmi, sefer üstüde bulab qalsanglarmi, ve yoki endi qirib Şeyh Fani bulab qalsanglarmi, roza tutqunlarni chidab bardosh qilib roza tutqunlarni sizlar uchun bak yaxshi. İn kuntum ta'lamun, eğer bunu bilseniz de Allah Teala bu şu ruhsat verilgen kişilerine şu sürede bayan kıldı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes. Hem de biz bu şunun tefsilatını söyle biteyliz. Tefsilatı kileyle. Hoş. Hem de Ramazan'da her kandak adam Ramazan'da kisel bulup kalıp şeriatte inovatga ega bo'lgan, innovatlik bo'lgan xavf ostida qolsa, yani shariat qatag'a oladigan, e'tiborga oladigan xavf, xatar lik bo'lib qolsa buning keseli, endi shu vaqtida bu ro'zani sindirib iftor qilsa bo'ladi. Keyin bir kun qazosini qilsa bo'ladi. Endi shariatda kuchga ega bo'lgan shar'iy o'zri, yani bu xim xatar, bu qo'rqinish qanday narsa desa, bu bo'lsa, yani 50%dan yuqori, yani 51% tecrübe bilan yoki musulmon o'zi taqvo usta doktorniki xabar berish bilan buningga agar bu ro'za tutsa buni kesili ig'irlab ketadiganligini yoki bu ro'za tutsa buni kesilining saqishi ostilab ketildiganligini xabar qilsa doktor, yoki buniki 51% en yuqori bo'lganda, yani 50dan yuqori %, yani 51% ehtimolliqi
bolsa, buniki burunqi tecrübesinde sınav 5-nji ötken işlarda roza tutsuliginde bunun keseli egilap ketadiganlygyny üzgügen bolsa, şu wagtda da yani keseli egilap ketadigan yoki keselinin sakyşy kiçik ketadigan halat yüz berýär bolsa, şu jagda roza tutmasy bolady, bir gün kazasyny kıldygan sakayga wagtda. Mana bu keselinin halaty. Nemişqa buniki keselinin egilap ketişini qatağalymyz dese, çünki keselniki egilap ketişi, keselinin sakaymay uzun suzalyp ketişi bäzide insanyny halaketge elip barady. Şu sebepden bu halaketge elip berişiniň aldyny eliş üçin keseli roza tutsa keseli egilap ketadigan keseller, roza tutsa keselinin sakayşy çekinip ketadigan, kiçip ketadigan keseller iptal kılsa ruhsat. Nemişqa Allah Taala'nın "Femen kana minkum maridan ev ala seferin fe'iddetun min ayyamin ukhar" degan kavlining cihdidin. Yani Allah Taala kim kesel bolsa ya sefersizde bolsa bu adam roza tutmay iptal kılgan bolsa, yani roza tutmagan bolsa, kimki günlerden sanap kanç gün tutmagan bolsa şunç gün tutuwassın degan Allah Taala'nın ruhsatynyň tüpeylidin şundaq deymiz. Yani demek keseldeki ölçem demekken, keseldeki ölçem yani keselinin egilip ketiş xawpy yoki keselinin asliga kelişi, sakyşynyň kiçik keliş xawpy. Muş iki xawp buniki ya burun beşin ötken tecrübe yolu bilen yoki usta musulman doktorniki diagnozu bilen diagnoz koyulgan bolsa, şu wagtda da bununki roza tutmaslıkı ruhsat. Hem de musafir geldik kesenin gepetigi. Musafir. Musafir diyen kim? Musafir diyen hem öyle tunuştuk. Musafir diyen 3 kişi gündüzlük yol seferge çıkan, yani normal piyade meňiş ya tügü meňiş da hazırkı normalde 80 kilometrelik yol hemde. 80 kilometrelik onundan yukarı yolga nimege çıkan, seferge çıkan adamlar musafir hesaplanadı. Mana muşu musafirning o'zi agar muşu musafirning o'zi roza tutmasa buni ruhsat. Lekin endi roza tutsa musafirga hech qanday ziyon zarar yetkazmaydigan, musafirniki tan salomatligiga hech qanday xim xatiri yo'q. Musafirlar hozirgi zamonimizdagidek bunda isil sharoitlarda avtomobil, aeroplanlarda kelib, isil funduqlarda o'tirib, sovuq havo tanishishlarda havo tanishda bunda rahat o'tiradigan bunda yo'lovchilarning roza tutqini afzal. Nemişqa Allah Taala ve en tasumu hayrun lekum dedi. Şu yukarı ayetdeki tefsirini sözlep öttük. Yani sizler roza tutkunlar sizler üçün yaxşı dedi Allah Taala. Yani ruhsat belgelergimi o. Roza tutkun amal var, roza tutkun bolsan yaxşı dedi Allah Taala'nın dedik üçün. Bularning roza tutkunu afzalligida hech qanday şek şübhi yo'q. Eğer bu adam roza tutmasa bir gün kazasını kılıdı caiz. Bu ruhsat. Nemişqa çünki sefer degan iş qilib qandaligim bo'lmasin jafo mushaqqatni xoli olmaydi. Jafo mushaqqatni xoli olmaydi. Shu sababdan safarning o'zi shar'iy qabul qilgan o'zir. Yani demakchi agar roza tutsa bunga hech qanday daxli yani tan salomatligiga ziyon yetkazmaydigan musafir yo'lovchi roza tutishi afzal, lekin roza tutmasa albatta joiz. Bir gün qazosini qilsa bo'ladi. Lekin men bir gap bor. Eğer yo'lovchi roza tutsa bunun tan salomatligiga ziyon yetadigan ish bo'lib qolsa desa, u chog'da roza tutishi makruh. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda so'zlagan. Yani safarda bir yerda Payg'ambar bir safarda edi. Sahobalar bir yerga o'lishib olganligini ko'rib, bu yer nima ish bo'ldi degandan roza tutib yiqilib qolibdi, bo'lolmaydi deganda Payg'ambar alayhisalom safar roza tutqish yaxshi ish emas deb Payg'ambar shunday degan. Demak, ayetning hukmi bilan roza tutish Allah Taala va anta sumu xayrun deganlik uchun roza tutqaning yaxshi, lekin agar roza tutsanglar sizlarga mana ziyon zahmat qilganda bo'lsa roza tutmagan yaxshi edisning hukmi bilan. Oyatlar hadisi tushmaydi. Ayetning hukmi nima? Roza tutsa ziyon nima qilmaydigan,
amal parasını yaxşı sizge ten salametliğini ziyan etmeydiğin olsa, lekin ten salametliğini daxil etilgan şey olsa, roza tutmağına özel ve bu meselede hiç qandaq bir talaş tartış yok. Endi bir adam Ramazanda seferge çıkıp kalsa bu caiz. Mesela eğer bir adam seferge çıkıp Ramazan şu seferde vaktinde kiyse bu normal yukarı hükümünün ötesinde bu tehdidi buludu. Bir adam Ramazan'da özündeki vatandaşı yurtta durup Ramazan'da bir iş ölen seferge çıkıp kalsa bu muhsat caiz. Bu günah görmeydi bu adam. Bu muhsat yolu için hüküm boyunca şu seferge çıkandıkin seferin hükmü belirledi buna. Bir adam seferge çıkandıki meselesi gereğiyle bir adam tan etip boğandaki seferge çıktı yurtdan Ramazan'da tan etip boğandaki seferge çıkan olsa bu adam şu güne Rus'unu sundumaydı. Şu günü Rus tutuyordu. Şu günü Rus tutuyordu. Çünkü bu adamga şu yurtda durup tan attığıma yurtda durup tan atkanlıkken bunun şu günün Rus'u geldiğini vacip. Şu günün Rus'unu tutuş. Çünkü o yurtda durup tan etip kaldı. Şu sebepten bunu üzünün ihtiyarı olan bu vacibini üzü baka kılıp ötenmeydi. Çünkü bunun sefer kılışı bunun üzünün ihtiyarı. Sefer kılışı üzünün ihtiyarı. Bunu Allah Teala tarafından kelgen bir halet emez, hadise emez bu. Üzü ihtiyar kıldı onu. Şu sebepten bunu baka kılıp ötenmeydi. Eğer bu adam hemen de ben sefer çıkıp kaldım sefer dazi dep aşk gün üstündeki ruzusunu sunduvarsa bunun geldiğinde bir gün kaza ve kaparet vacip budur. Şunun için bir adam tan etip boğandaki sefer çıkıp kalsa Ramazan'da çokum şu günün ruzusunu kalma tutuş gerek. Lekin ma kisel bunu okşamaydı. Kisel bunu okşamaydı. Kiselden kaparet geldiğini saktı. Demiş ki bir adam tan atkanda sakken kişi de sakken tan atkandaki kisellap kaptı. Tan etip boğandaki saat etsek gerekti mesela. Şer'i gündüzde kisellap kaptı. Kisellap kapkan olsa bu adam ne bakta bu adamın geldiğini gel ne vacip olmaydı. Toktaş vacip olmaydı. Çünkü Rus tutuş vacip olmaydı. Eğer Rus mısa bu adam kaparet vermeydi. Bes kaza kanaksa buludu. Demiş ki bu adamın kesili bunu ihtiyarla gap kalmadı. Bu Allah Teala tripedin geldi buna bu kesel. Av seferini üzü feda kıldı. Üzü kıldı o seferini. Üzü kıldığı için onun hükmüyle manın hükmü okşamaydı. Eğer anı manın kıyas kılacağında el kıyasu ma'al farik. Yani okşamaydığı meselini okşamaydığı meselini kıyas kılış bu caiz emez. Kaide. Hoş bu mesele değil. Ama eğer bir kisel biz hazır yuluç olan musafir olan kiselniki hükmünü bir kadar bayan boğan bulduk. Endi kisel ülap kaptı. Kisel ülap kalan bolsa şu kiselden Ramazan'da kisel ülap kapıp şutum tut. Şu kisel ülap kaptı. Musafir sefer üstü tutup ülap kaptı almadız. Şu seferde tutup Ramazan'da. Bunda halat qanda qılıdı dese bu iş gelenge qaza lazım gelmeydi. Qaza vacip olmaydı bu iş gelen geldiğine. Yani ülap qalğan keselge şu qanç gün Ramazanda rus qalğan boş bunu qazası gelmeydi. Bu yuluçuğa musafirgimi şu Ramazandaki qazası gelmeydi. Endi bunda zikrlanlığa bu qanda qıldı ülap qadam qanda qazası tutdu ne dep qalanı kelişi mümkün. Buna cevap verimiz. Bu evvelen bunun sebebini, illetini bayan değil. Nemiş ki bunun qazası gelmeydi dese çünkü bu iş gelen Allah Teala diyen fe'iddetun min ayyamin ukhariyen küllâgi ulaşamadı. Bu küllâgi denmedi. Yani adam kisallap qalsa, ya ki sefersi bulaq qalsa, bu adam tutmağan olsa, keyin ki saqayğandan keyin şu qanç gün tutamağan olsun, şu gün sanab tutuvatsın degan şu kunlarga bu ulaşamağanlıq üçün bunun gəldiğine nima vacip olmaydı. Onu qazasını qilish vacip olmaydı. Şu sebepten bunun qaza kelmaydi o. Endi nemişki buniki qaza meselesini sözletilse, ülap qadam qanda qazası qıldı dese, eğer bunun qaza kelgan bolsa, bununla şu qazanı ada qilishi nima qilinadi? Bununla fidye birletti onu orada fidye birletti. Şu fidye vacip olmaydı. Qaza vacip olmagandan bunun fidye vacip olmaydı. Endi bu şu meseleniki yeni bir terapi. Eğer kisel şu seferde nima şu Ramazanda saqipti, kisel saqipti. Musafir yurtu qaytib kelibdi. Ondan keyin bu yurtu qaytib kelib bo'lib, ondan keyin bir necha kun vaqt o'tgandan keyin ulab qolibdi. Bir necha kun vaqt o'tgandan keyin ulab qolibdi bu ish kelgan. Bunda bo'lib qolgan chog'da qanday qiladi desa, bu ish kelganninki gadiniga shu
qancha kun saqlagan bo'lsa, kasaldan saqlayib, Ramazondan chiqib, shu kasalni saqlayib qancha kun yashagan bo'lsa, shuncha kun miqdori bilan buning gadiniga shu Ramazon ro'zasi vojib bo'ldi. Masalan, bir odam Ramazon oyida kasallab qolibdi. Ramazon oyida kasallab qilib, uni keyin Ramazon oyi chiqayotganini saqlayibdi. Chiqib 15 kun saqlashib, 15 kun yashab o'lib qolibdi bu odam. Bu odamning gadiniga qancha kun ro'za qazosini qilish vojib bo'ldi desa, bir oyning bo'lamdi desa, bir oyning vojib bo'lmaydi, balki 15 kundan vojib bo'ldi. Chunki 15 kun yashadimi, 15 kun vojib bo'ldi. Agar bu odam bir oy yashagan bo'lsa, bir oy yashab qolgan bo'lsa, bir oyning ro'zasi vojib bo'ladi. Shu qancha kun yashagan bo'lsa, shu yashig'ini biqib qazo ro'zaga selishtiriladi. Yashagan kun jiq bo'lsa, tabiiyki qancha kun qazo shu qazoni hammasini bo'ladi. Agar qazo jiqlab qilib yashagan kun ozolab qolsa, shu yashagan saqib bo'lib yashagan kunisi hisobga ilinadi bu masalada. Endi biz ibaytdan bir so'zlab o'tgan masala endi mishada oshkor bo'ldi. Ya'ni, demak endi buni qazo vojib bo'ldi dedik. Qazo vojib bo'lsa qanday ado qildi bu odam tiyilib qazosini qilamdi desa, yo'q, qanday emas. Bu agar bunga qazo vojib bo'lgan ahvolda bu qanday qildi deganda bu chaqda bu fidya berdi. Buniki merosxo'rlari ham aytnan fidya berdi. Shu vaqtida endi mayitning o'ziga nima qilish? Endi kasallab qilib Ramazonda ro'za tutib ro'za tutadigan holat, ro'za tutmaydigan holatda kasallab qolgan ig'ir kasalning vasiyat qilishi, ya'ni bolalarim agar men o'lib qolsam, o'sha ro'zamni qilolmay, mening haqqimda har kunligimga hisoblab fidyarimni, shu ro'zamning fidyasini berib o'tinglar deb vasiyat qilishi gadiniga vojib shu odamning, shu kasallik. Undan keyin u vasiyat qilgan bo'lsa shu odam buning milining 3dan 1dan chiqariladi. Vasiyat qilgan bo'lsa, milining 3dan 1 qismidan chiqariladi bu fidya. Endi hurmatli qarindoshlar, har qanday odam o'lib qolishi mumkin. Bir odam masalan siz notuyoqsiz Ramazonda kasallab qolsanglar, unga o'zini tutolmay gadiningni qazo qilgan bo'lsa, sizniki kasallab qolganlarniki gadiniga vojib bo'lgan ish nima? Bolalarim, agar men mush kesalimda o'lib ketib qolsam, mushu mening mol dunyorimdan, mushu ro'zamniki har kunligiga bug'doydan bo'lsa 1,5 kilo, nimadan xurmadan bo'lsa 3 kilo xurma fidya berib o'tinglar deb vasiyat qilishi vojib bo'ladi. Undan keyin bir vasiyat o'ylab qolgan bo'lsa, foydasi nima deganda, vasiyat qilayotgan bo'lsa, bolalar uni bersin, shu odamniki gadindan mas'uliyat ko'tarib o'ylab qolsa, qiyomat kuni Alloh taolo unga so'maydi uni. Butunlay mas'uliyat shu avlodlarning gadiniga yuklagan bo'ladi. Agar vasiyat qilmay qolgan bo'lsa deganda, u chaqda avlodlarning gadiniga fidya berish vojib emas. Ba'zi agar o'z yo'njig'idan pul chiqib, ya'ni qilib bersa, bu agar bermasa, hamma mas'uliyat nima bo'ladi kattakni shu tutmagan, ro'zani tutolmagan shu odam yitgan gap. Shuning uchun o'shini bir qalonda o'ylab qo'ysang bo'ladi. Vasiyat qilgan bir odam o'ylab qolmaydi. Vasiyat qilsam o'ylab qolgan chig'ma deb qo'rqib vasiyat qilmaydigan odamlar yo'q. Vasiyat qilsak bo'ladi. Vasiyat qilish degan vojib, bu chaqdagi vojib, odatga emas bu. Endi xo'sh, biz bug'doydan bo'lsa yarım sa, xurmadan bo'lsa 1 sa, apidan bo'lsa 1 sa dedik. Endi bu yarım sa, 1 sa degan bu qancha kilo bo'ladi hozirgi zamonimizda? Inchkilab kelganda 1 sa degan 3 kilo 16 gram. 1 sa degan 3 kilo 16 gram. Anda olganda yarım sa degan chu deganda, yarım sa degan 1,5 kilo 8 gram. Yani 50 gramdan 1000 gram 1 kilo bo'ladi. Demek 3016 gram 1 sa 1508 gram nima bo'ladi? Yarım sa bo'ladi. Buni bir mut mu deb qo'yamiz? Mana. Demek bunda paş fasalını ele bassak, yani 3 kilo 1 sa bo'ladi. Demek hozirgi zamonimizda xurmani hesab qilsak bo'ladi. Buğday pek arzon bo'lib ketdi bu yerda, ya'ni xurmani hesab qilsak, xurmaning eng arzon emas, qiymat emas, normal xurma 10 riyal kilosi Saudiya Arabistan'da. 10 riyal olsa
bu adam kunligiga 3 kilo xurmoni puli bersa 30 riyal. 30 riyalga bir adamga bir kunlik tomoq keladi. Ya'ni bir kunlik tomoq degan degan kesh 2 vaqt bo'lsa bo'ladi. Shu vaqtga ketmaydi, 2 vaqt tomoq. Ya'ni 15 riyalga bu yerda bir odatda shivoyada bir tomoq keladi. Bir to'g'inin bir parchasi besilgan, bir folo. Bunun 15 riyal keladi. Demak 2 vaqt tomoq azodi keladi. Shu 3 kilo xurmoning pulusi bo'ladi. Demak pidya bermoqchi bo'lgan odamlar kör kunligiga 30 riyal hisoblab bersa bo'ladi. 30 riyal hisoblab bersa bo'ladi. Xo'sh, endi biz bu masalani tugatib bo'ldik. Undan keyin ruxsat qilingan kishilarning ichida yana bir xil kishilar bor. Bu kishilar bo'lsa, qo'squdi bor ayol, homildor ayol va bali emitadigan ayol. Agar bu ish bilan ro'za tutsa, balasining eg'ir yenik bo'lib kasal bo'lib qolishidan qo'rqsa yoki o'ziniki ojizlab yiqilib qolishidan qo'rqsa, bu ish bilan ro'za tutmaydi va bir kun keyin bir kun qazosini qiladi. Homildor tug'ib bo'lgandan keyin emitadigan bola ayol bolasini bijoqdan olib bo'lgandan keyin bir kun qazosini qilib olsa bo'ladi. Ya'ni qachon xushmoqligi kelgan vaqtida, qo'rqmaydigan bo'lgan vaqtida. Endi homildor ayol bilan bali emitadigan ayolni biz kasalga qiyos qilib turib chiqardik. Kasal bilan o'xshashadigan bir taraf bor. Buni biz ro'za tutishga taqat keltirmaydiganlar degan Shayx Fani qiyos qilmadik. Shayx Fani qiyos qilmadik. Buni balki kasalga qiyos qilib turib bu hukmni belgilaydi. Chunki kasaldagi illat nima? Kasal nima uchun bo'lmaydi desa, ojizlik illati. Bu homildor ayol bilan bali emitadigan ayolniki ro'za tutmaslik sabab bilan kasalligi sababini o'rtakligi shuki, qiyinchilikni chekindirish, ziyonni chekindirish. Ya'ni kasal ro'za tutsa, kasali yig'ilib ketish yoki kasalni saqlash keyiniga chekinib ketish ehtimolligi bor dedik. Bu bali emitadigan ayol va homildor ayol desa, bu ro'za tutsa, balasi kasallab qolish ehtimolligi bor. Yoki shu ayolning o'zi ojizlab yetib qolish ehtimolligi bor. Demak, shu ehtimollik bo'lsa demakcha, bular qolib qolsa, bular ro'za tutmasa bo'ladi. Keyin shu xavf xatar ko'tarilgan chaqda, shu chaqda ro'za tutsa bo'ladi. Endi buni masalasi tugadi. Yeni bir hamda ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'am miskin degan oyatni so'zlab o'tgan. Hamda qilib ketgan Shayx Fani deymiz, Ajuzul Fani deb qo'yamiz, Shayx Fani deb qo'yamiz. Shayx Fani degan ya'ni normalda ya'ni eng tuvanda 50 yoshni eshib ketgan, yuqoridan cheki yo'q hamda 60, 70, 80, 90 yosh. Mushunda xeyli kishilarniki ya'ni buni ham saqib bu kuch quvvatiga kelib rusululloh budi deb nima qilmagan, umid qilmagan kishilar. Chunki yashinib qolgan degan keyingi mavsumda oldiga bormaydi. Endi bu yosh odamlar kasallanib qolsa saqlash ehtimoli tabiiy. Lekin menda qilib ketganda umid bo'lmaganlik uchun men mushu kishilarni nima qiladi desa, Ramazonda ro'za tutmaydi. Bu keyin qazosi qilindi desa, bu keyin saqlash ehtimoli bo'lmaganligini nima qiladi? Har kuniga bir miskinga tomoq beradi. Har kuniga bir miskinga tomoq beradi. Ya'ni yuqoridek. Nima qilib bu odam ro'za tutishdan ojiz. Ro'za tutishdan ojiz kelgandan keyin buniki keyin qazosini tutindi deb olmaydi. Shu buniki ro'za tutishdan iborat farzi tomoq bilishga aylanib qoldi, tomoq bilishga, fidya bilishga. Xudo yuqorida maytniki masalasini o'tkazdik-ku. Mayt o'lib qolsa, uni haqida fidya beramiz dedik. Yuqorgi masalada yo'lovchi bilan kasalni saqlamay o'lib qolsa, Ramazonda yo'lovchi safar ustidan musofir vataniga qaytmay o'lib qolsa, o'sha qancha kun buningda nima ketmaydi, unda holatda uni fidya kelmaydi, lekin kasaldan saqlab Ramazondan chiqib qancha kun yashab o'lgan bo'lsa, shu qancha kunisini hisoblab shuni fidya bitgan gap deb avtun sizda o'tdik. Xuddi shunga o'xshash qilib ketgan Shayx Fanining saqlashning umidi bo'lmaganligi buni ketib keyingi ma'noda kasal yashab qolgan degan. Bunda odamlar fidya beradi. Har kuniga shu 30 riyaldan tomoq pul to'lasa bo'ladi. Agar bu rakamniki yonjuqli pul bo'lmasa balavoqlarni bitgan gap. Endi
Bununki delili nerede gelen bu kadar kamlantısı Abay 5 söz yapıyorduk. Ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'am miskin diyen ayet mi şu? Şeyh Fani hakkında nazıl bu onun ayetle. Eğer hem de bu Şeyh Fani dikkide bir futkulu mağdur peyda alıp kılıp bir kattığı möcüz yüz verip bu Ruslar etkamı kılgan olsa şu an bununki pidye geldin pidye saktı yoklap gitti. Pidye yoklap gidip Rus tutuş gitti. Şu nemişka çünkü bu pidiyedeki şartı bu adamın Rus'tanmaydıgan buluş. Qattiq aciz buluş, taqat keltirmaydigan buluş şartı var. Taqat keltirmaydigan buluş şartı yo'qolgan aman buniki geldiğinde bu pidiye bir yo'qolib ketdi bile tam. Jada Rus tusuldu. Xo'sh, endi bu masala tugadi. Endi biz hayizlar masalaga kelaylik. Biz 5 ta ro'zaniki farz bo'lsin shartlarini so'zlab o'tgan edik. Ro'za tutish uchun musulmon bo'lish, balog'at ketgan bo'lish, aqli bor bo'lish, ayol kishi bo'lsa hayizdan pok bo'lish, nafasdan pok bo'lish degan bir muncha shartlarni bayon qilgan edik. Ro'zaniki farz uchun bo'lgan. Endi bir odam nima ekan? Musulmon ekan, aqli ekan. Undan keyin bu hayiz ko'mabdi. Nafas ko'mabdi bo'lsa buni ro'zadan normal farz. Endi shu ayol kishilar qilib Ramazonda hayiz ko'rib qolsa qanday qiladi desa, Ramazonda ro'zador ayol hayiz ko'rib qolgan hamon yoki nafaslar, ya'ni qusqudva ayol tuqqan hamon bu joyda nafaslar o'tdi. Nafaslar olib qolgan hamon shu zaman iftor qiladi va keyin bir kun qazosini qiladi. Menda bir ikki masala bor. Ya'ni Ramazondagi kunduzida bir ayol hayiz ko'rib qolsa biz asosan hayiz masalasida nafas masalasi hayiz masalasiga o'xshash. Biz nafas masalasi az ko'rgandan keyin ko'p ko'radigan hayiz masalasida bitib ketaylik. Bir ayol Ramazonning kunduzida hayiz ko'rib qolsa, bu şu an Rus'un sinip ketadi bunun. Tamak yesi bulaverdi, normal tamaklarını yap, şuna qısı bulaverdi. İşte qısı bulaverdi. Bunun to'xtab turishi vacib emas. Yani men ham iftor to'xtab turaydigan, biraz yemeği to'xtab turaydi bo'lmaydi. Nemishqa buniki hayizlarning ro'za tutishi haram. Xuddi tarti yo'q odamning namoz o'qishi haram bo'lganda, hayizlarning ro'za tutishi haram. Unda bo'lgandan keyin ro'za tutmasa, tamoq yemayman, shu ro'zaga o'xshab turib olay desa, haram ishni doğruşma haram. Haram ishga o'xshab olishma haram. Unda bo'lgandan keyin bu tamoq yeyish kerak. Hayizlar Ramazonning kunduzida hayiz ko'rib qolsa tamoq yeyish kerak. Endi hayizlar namozning qazosini qilmaydi. Ramazonda usul qo'y bosh vaqtlarda namozning qazosini qilmaydi, lekin ro'zaning qazosini qildi. Nimishqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ayşe Siddiq radhiyallohu anhaning yoniga bir ayol kelib, bu qanday gap? Nimishqa biz namozniki qazosini qilmaymiz, ro'zaning qazosini qilamiz deganda Ayşe radhiyallohu anha, sen Haruri emassan, Haruri. Yani şu çağda çıkan bir taife, bir firqaning ismi. Andan deb so'rab qolib, men Haruri'nin emas degandan emasanda olsa, biz Peygamber zamanında şunu onda buyurdu Peygamber bizne namazının qazosini qilmaslikqa, ro'zaning qazosini qilishga buyurdi. Shu sababni ashunda. Bunun sebebi çünkü namazın kuniga 5 qatim takrorlanadi. Buningki qazosini qilish nima? Bu jafolik bu. Shariat degan la haraja fid-din. Ro'za degan 5 yilda bir qatim ketdi, buningki qazosini qilish anda ig'ir kelmaydi. Xo'sh, endi bir şey inchki bir masala, amaliyotda diqqat qilish tegishlik. Hayizdor ayol endi 5 masalada hayiz ko'rib qolsa, tamoq yesi bo'laverdi dedik, ushtuqdan tamoq yesi bo'laverdi dedik, normal tamoq yesi bo'ladi. Endi hayizdor ayol bir Ramazonning kunduzida hayizdan pakolab qolibdi. Napaslar ayol napasdan pakolab qolibdi Ramazonning kunduzida. Yoki musofir yurtiga kelib qolibdi. Yoki kasaldan saqib qolibdi. Yoki bir aqli nima qilib ketgan odam bundaq jinliqlab qolgan, sağlab aqli adashgan odam aqliga kelib qolibdi Ramazonning kunduzida. Bunda holatda nima qilsa bu hammasi nima qilib turadi? Ashu asli kelgan hamallam bular vacip holatda ro'za bir narsa yemay saqlab to'xtab turadi. İftorgacha bir narsa yemay, to'xtab ichmay saqlab turadi. Anladın? Yemay ichmay saqlab turadi. Nimishqa shu vaqtning haqqini ado qilish uchun. Chunki bu shu vaqtning o'zida bular hammasi nimaga ahl bo'ldi. Ro'za tutishga loyiq bo'ldi, ro'za tutish salohiyati bor bo'ldi. Şu vaqtning o'zini haqqini ado qilish kerak. Lekin bu kun nimaga hisob bo'lmaydi. Bir kun kamil bir tutgan hisob bo'lmaydi. Lekin
şu vaqtning o'zida buniki to'xtatish kelgan vojib hammasiniki. Hammasi to'xtatish vojib. Ya'ni hezdar ayol tushda pishim vaqtida hez to'xtab qolgan bo'lsa, hatto bir kun hisob bo'lmaydi ekan qarasam, tomoq yeyish to'yatsi bo'lmaydi. Cho'qim shu kun iftorni saqlab turish kerak. Musofir safardan kelgan bo'lsa, bu cho'qim iftorgacha yemeyi saqlab turish kerak. Napaslar shundoq kesal pishim vaqtida kesal saqlagan bo'lsa, hamda yeb bir kun hisob bo'lmagandan ayt qayda qilmaydi. Saqlab turish kerak. Anladın? Şu vaqtning haqqini ado qilish uchun. Hamda agar bular to'xtab turibdi bular. To'xtab turib, shu kuni hamda to'xtab turdik. Yarım gün bo'lsin to'xtab turdik. Bir kun hisoblab bersin desa, bu hisob bo'lmaydi. Chunki bu kamil tutmadi buni. Agar atgan tepindan biraz yeb kelgan bo'lsin, yemek kelgan bo'lsin, buni hisob qilolmaydi. Lekin shu pak bo'lgan hamon bular nima qilish kerak? To'xtab turish kerak. Nemişki bunun hesap olmaydı dese, çünkü gündüzün evvelinde roz tutuş salahiyeti yok. Rezdarının roz tutuş salahiyeti yok. Salahiyeti yok. Yani kiselinin roz tutuş salahiyeti yok mesela. Roz tutuş salahiyeti olan gibi ama İğri kiselinin gibi ha? İğri kiselinin ki çünkü o kisel roz tutmagan o millette. Onu ruhsat verilip boğan. Şunda boğan diken bulaniki anda hesaplı oluşu olmaydı. Yarım gün roza degan parçalanmaydigan bir gavda ibodat etdik Demek 20 mancha saatlik 3 saatlik roza hisob bo'lsin deb parçalanamaydi roza. Roza degan kamil bir futur, shu kun tong atgan tatib, kun o'ltirguncha kamil bir gavda ibodat to'liq bo'lish kerak. Lekin faqatla musofirning bir hukmi o'xshamaydi. Agar musofir soat 12 dan burun kelgan bo'lsa, vatani yurtiga, musofir yurtiga 12 dan burun kelgan bo'lsa, bu musofir Ettiğine mi bir zodun ki tanıt falan gibi bir narsa yemigen olsa niyet kılması buludu. Rus niyet kılması bunun rusu caiz. Çünkü musafir seferde mi rus tutuşu ne? Seferde mi rusu tutuşu caiz onun. Ya da yakşı dedik emeşte. Onun için bunun salahiyeti yok demeyimiz. Lakin aşk gündüzden evvel buluş gerek. Saat 12'den burun buluş gerek. Eğer 12'den kim kalkan varsa bunun bütün hesap bulmaydı rusu. Çünkü niyet yok bunun rusu da. Bunların hiç kalsın rusu da niyet yok evvelden. Niyet bulmagandıkken niyet olmuş rusu olmaydı tabii. Hem de eğer küçük balagat gitip yaptı. Kapır Müslüman bulaptı. Ramazan'ın gündüzü de. Bu iş gelen hükmü kandatsa bu iş gelen toxtab durdu. Şu küçük balagat getken hemen biraz yemeği içmeyi toxtab durdu iftar vaktigacha. Kapır Müslüman bo'lgan hemen Ramazan'ın gündüzü Müslüman bo'lsa, bu mu toxtab turdu. Nima ish qilish uchun shu vaqtning haqqini ado qilish uchun to'xtab turdi. Ro'zdarlarga o'xshash uchun. Lekin bular ertəsini başlab ro'za tutdi. Bu kunning qazosi kelmaydi boshqasini kelgan. Nemishqa bular musulmon kichik balag'at yetgan vaqtida shu kunda avvalida bu nimaga ro'za kelganini farz emasdi. Mal kapirning kelganligi nima? İman istifazı bu ruzu farz emasdi. Bu ikisi Müslüman bo'lgandan keyin, ama biz balagat ketgandan keyin andan farz oldu. Bas to'xtash vojib, kelgandan to'xtash vojib, boshqa yerdan iftor vaqtigacha. Lekin shu kamil bir kunlik ruzni tutish vojib emas. Abi ilgirgilarga o'xshamaydi mana masalasi. Ilgirgilarga o'xshamaydi o. Xo'sh, endi bu masala tugadi. Endi biz qazo ruzlar to'g'riliq bir so'zlab bitib ketaylik. Avval biz nafl ruzni so'zlab bitib ketaylik. Bir odam nafl ruzuga shuruk qilib qilgan bo'lsa yoki nafl namozi kelgan bo'lsa, andikin shuruk qilib buni buzib atgan bo'lsa, bu nafl ruzining qazosi kelganligi vojib bo'ladi. Bu shuruk bo'lgan namozining qazosi nafl namoz bo'lsa, kelganligi vojib bo'ladi. Demiş ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve la tubtilu a'malakum dedi. Yani sizler şuruk bo'lgan amallarınlarını baka qilib etmanlar demek için çünkü geldiğinki qazası qilish vojib. Şunun için bizniki ko'z qarashimizda, bizning mazhabimizda o'zrisiz iftar qilish, masalan, baka nafl o'zini sundirib o'tish, baka namozni buzib o'tish nima joiz bo'lmaydi. Demişqa Allah Teala'nınki ve la tubtilu a'malakum degan bu oyatiniki tüpeyledin. Endi nafl o'z tutqanim qanday chaqada o'zi shar'iy qabul qilgan o'zi bo'lsa, o'zini sundirasi bo'ldi. Masalan, nafl o'z tutgan odam qandaqsa ziyafat sababi bilan masalan mehmondochilik bir yerga mehmonga borib qolibdi. Mehmonga borib qolgan bo'lsa, buniki ro'zasini sundirib o'tishi
Caiz, ruhsat. Nimishqa Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu deganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan bo'lgan bir kishi bir tamoq tayyorlab payg'ambar alayhissalomni sahobalar bilan birga chaqirdi uyga. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom bilan sahobalar bilan bordi. Undan keyin tamoq oldiga kelgan vaqtida sahobalarning ichidan birisi tamoqdan nereye o'tdi. Payg'ambar alayhissalom unga dediki, "Sana nima oldu?" dedi. U odam dedi, "Men ro'zador edim" deganda payg'ambar alayhissalom unga dedi, "Senin qarindishing sana shuncha jafo tortib shunda tayyorlik do'stxon tayyorlasa, sen men ro'zador deb o'tiramsa? Ye!" Tam yegin. Muşun onu bir gün rüstü etken dedi. Demek manda özce ki Peygamber Aleyhisselam'ın yeni bir hadisi daha ağaçta beş sözle büttük. Resulullah ayarlarını yankırıp öyle bir yediğim menası bağımı etti. Eğer badise bir nesini yetti, eğer yok dese ben rüzgar etti digene bu meselede Peygamber Aleyhisselam şu vakti da şu vakti için ruzu tutuşun niyet kılmagan. Ruzunu sunduqalık emas o. Ruzu tutuşun niyet kılmagan. Eğer tamak bolsa yetti tutmaydı. Eğer tamak olmasa niyet kılıp ötedi diyen. Bu mesele başka mesele. Hem de meyada niyet kılıp olanın ki sunduruş meselesi kelgende bunda bir şey yani ziyafet yani ya ilgisi miman sahip ham bolsa mimanın aldığı tamak hep hem şomayt kan örp adet olsa bir yurtta Rus sundurucu buludu. Nefli ruzuna. Ya ki ne olsa mimandaşlık olsa mimandaşlık kelgen bolsa sahip kanın köngünü kapı kılması için ne bakışı buludu. Rus'un nefli Rus'unu sundurması buludu. Yeni bir anda geldi. Bunlar Rus'lar da botusu riya şeklinde yapılması mümkün. Riya şeklinde yapılması uçağı savaptın cezası günah yaman riyana. Hoş hem de bu mesele tükedi. Hem de Ramazan'ın kaza Rus'lara geldik. Ramazan'ın kaza Rus'unu kanda tutudu diyende Ramazan'ın kaza Rus'unu Allah Teala fe'iddetun min ayyamin ukhar diyen bu gün Allah Teala ne demedi arka tutuşta kudda kaparat diyendek فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ diyen kaparette. Akımak rüz tutuş diyen Ramazan'daki kaza rüzü Allah Teala'nın de فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ ukhar yani başka günlerden kaç gün rüz tutamağım var, şunç gün sanatçısı buludu dedi. Bunu ya ki diyen gibi kaydını kıstımıdı. Da kaydını kıstımağın diken şunun için akımak tutumu buludu, üzüp tutumu buludu. Lakin akımak tutuş evzel nimişqa perzini qancha ciddi geldiğinden sakit kılış yakın boğalık için akmak tutuş evzel. Eğer bir adam Ramazan tutamay yeni bir Ramazan kep kalsa çünkü bu vakit muşu vakti Ramazan'daki Rus'un tutudu. Yani bir adam Ramazan'da tutanmaptı. Onu kendi bu vakti yetmiyor. Kilaylı Ramazan kaptı. Kilaylı Ramazan kapkan bolsa bu Ramazan'da kasır uzun tutudu dese muş kilaydaki muş Ramazan'ın uzun tutudu. Ötkenki yıl Ramazan'ın uzun tutanmaydı. Biz 5 söze büttük. Hakançı onu niyet kıkan takdırdı mı? Muş yılın Ramazan'da çüydü bu yılında. Muş yılın Ramazan'ın adasını tutuş. Muş ada vakti da perz geldiğinde. Şunu bu vakti şunu da alam tutalaydı. Başını tutanmaydı tabii ki. Andikin Ramazan'da tutup boğandı ki onun kendinin kazasını ilgili ötken ki konumuzun kazasını tutup buludu. Nimişqa degende çünkü aşo çeklengen 5 günden başka yani 2 günüsü teşrikning 3 günüsüden başka hem gün kaza kısa buladigan kunlar. Muş Ramazan'ga udulabamsa mı onu? Udulab tutgan taqdirda mı bundan ada bo'lmaydi. Başka hem kaç gün tutup buludu. Anladın? Hem de bir adam kişisel sebebiden yakiminde musafirlik sebebinin yukarıdaki sebepler arkalık ruzu tutamay kalkan olsa bunun geldiğine gene mi kanan vacip buludu? Kaza kanan vacip buludu. Bunun geldiğine kaparatı vacip bulmaydı. Onun bile koşup yaki fidye vacip bulmaydı. Şey ihban edin başka. Şayet fidye de köşetkini fidye buludu. Kazanı tutmaydı. Kazanı da köşetkini kazanı tutudu. Fidye vermeydi. Hem de bir adam ben het günüsü ya kurban et günüsü Rus tutma ya ki Rus et günüsü Rus tutma ya ki teşrik günleri Rus tutma dep nazır kıptan yüzgezi Allah Teala vaadi vergen bolsa ötkür vaadi vergen bolsa bu adam iftira kıtı bu günde Rus tutmaydı bu günlerde. Lakin aşık kılan vaadisi boyunca bir gün kazasını kılıp ötüdü. Anladın?
qazosini qilib o'tadi. Lekin bir odam shu hech kun tutmasam bo'lmaydi tutgan bo'lsa, kufay qildi, lekin makruhlik holat adada bo'ldi, gunohkor bo'lgan bo'ldi. Endi shuni mana shu kelgan vaqtimizda bizniki shu shar'iy o'zrilar, ro'za tutmasi bo'lgan shar'iy o'zrilar va shariatda ro'za tutmaslikka ruxsat qilingan kishilarning ahvoli tafsili bayon qilingan bo'ldi. Endi bundan keyin biz eng oxirgi masala bo'lgan e'tikof masalasi bayon qilamiz keyingi darsimizda inshaalloh. Shuning bilan bizning shu ro'za degan darsimizga aloqador bo'lgan ahkomlar, masalalar tugagan bo'ladi. Oxirgi darsimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.